Hozir bitta o'quvchimizdan intervyu olamiz. Intervyu jonli tarzda bo'ladi. Ketdi. Assalomu alaykum Sardor. Sumsiz. Assalomu alaykum. O'qishlar qalay ketyapti? Zo'r, hammasi. Men sizga hozir bir ikkita savol berib o'taman. Xudo xolasa ularga faqat rostini javob berasiz. Bo'ldi, xo'p. Nimaga aynan My Progress'ni tanlagansiz? My Progress tanlashimga sabab ko'p o'quv markazlariga borib ko'rganman, lekin ularni o'qitish sistemasi yoqmaganda menga. Bu yerga kelib turib qatnashib ko'rdim, yoqib qoldi. Aha, sizda eng qiynaladigan aspektlar qaysi biri? Reading, listening, speaking. Menda speaking. Aha, tushunarli. Speakingni o'stirish uchun nima qilyapsizlar? Hozir o'qituvchimiz bilan turli xil yo'llarni o'rganyapmiz. O'zimizga o'zimiz savol beryapmiz, keyin past simple, future simple'larda bir xil gaplarni o'zgartiryapmiz, speakingni oshirish uchun, vaqtlarni ko'paytirish uchun. Aha, oxirgi savolim, siz My Progress'ga kelganingizda levelingiz qanaqa edi? Levelim elementaryni boshi edi. Hozir levelingiz qanaqa? Hozir pre-intermediate-ga o'tyapman. Sardor javobingiz uchun kattakon rahmat sizga. O'qishlarga omad. Xo'p, rahmat.